endi nima qilamiz? Uyg'ondi shekilli. Yur tez. Yo'qol bu yerdan. Men seni tanimayman. Nimalar qilib qo'yding ya qizim? Men senga qizni bermayman. U meniki bo'ladi. Yo'qol qizim. Yo'qol qizim. Tegma menga. Yo'qollaring kelinam. Yo'qol. Tuzalib ketarmikan? Allohning irodasi bu qizim. Ahvolini qarang, ko'karib yotdi, ko'karib. Singlim, bularni ayblamang. Mana har bir qiz o'ziga yarasha jazo olyapti. Birini jin urgan, ikkinchisi esa telba bo'lgan. O'lib ketmaydimi menga desa? O'lmaydimi? Qizim, suv beraymi? Suv ichasanmi? Kerak. Qayerga ketasan? Qizim. Bu joying og'riyaptimi? Men ketsin kerak. Nega? Nimalar deyapsan? Yo'q. Men kitob o'qiyman. O'zingni bos. Chiq dedim. Qizni tinch qo'y. Chiq. Suv. Mana ko'ryapsizmi? Qiz bezovtalandi. Ko'rdingizmi? Bezovtalanma, o'zingni bos dedim. Qo'yvor. O'zingni bos. Meni qo'yvor. Chiq. Yo'qma kitobni. Chiq. Mana. Tinchlan qiz. Qo'limni yech olaysanmi? Mening kitobimni yoqib yubordi u. Qizlar o'quvsizlik qilib qo'yishgan, beboshlik qilishgan. Bilib bilmay ularni qo'zg'atib qo'yishgan. Yopishganda ham juda kuchlisi yopishgan ekanda. Endi domla bu Alo. Opa, yaxshimisiz? Ha, nima bo'ldi? Qizingning ahvoli yaxshimi? Yaxshi.